Farida opa, tinchlikmi? Ha, nima? Charchadingizmi? Agar ishlaringiz kelmayotgan bo'lsa, arizangizni yozing opa. Hay, nima gapda ishlaymi, xosiyat ha? Tinchlik emas. Maktabimizga komissiya kelishidan xabaringiz bormidi? Bormidi xabaringiz? Bu nima ahvol? Farida opa, ishlaringiz kelmasa arizangizni yozing-da keting. Sizni o'rningizga yoshrog'ini olamiz. Unaqa men jon bolam, axir hamma yo'lni yig'ishtirib, Hech yoqni yig'ishtirmagansiz. 7A bilan 9B ni xonasiga qarab bo'lmaydi. Hamma yoq chang ivirsib yotibdi. Hojatxonani gapirmasa ham bo'ladi. Agar ishlaringiz kelmasa, bo'shab keting. Nimaga? Unaqa men. Hay, olmagin, bolam olmagin. Xalq ko'rib qo'ysin. Voy. Ko'rib qo'ysin xalq sizlarni. Oyligingizni olasiz. Olyapsan-a? Bo'lmasa bularni shunaqa qilib isbotlamasa, aybini ham tan olmaydi. Voy, so'rg'a o'zimni tiyib turdimi? Xosiyat opa, sal oshiravermadingmi? Masalar qochib qoldi. Voy, hech narsa qilmaydi. Hozir xursand qilganimizdan keyin o'zlariga kelib qoladi. Farida opa! Tabriklaymiz! Voy, Farida opa? Nima bo'ldi? Farida opa? Opa, qo'rqitmang meni. Voy, tez yordam chaqiringlar, bor biror doktorchini chaqirib kel. Voy, Farida opa, hazillashmang opa. Biz sizga shunchaki hazil qiluvdik-ku, sizni tabriklamoqchi edik.